Assalomu alaykum hammalarga. Biz keyin zakazlarimizni olib kelib o'rnatdik. O'zimizni blog'oshiga shah yulduzni olib kelib o'rnatdik. Bularimiz yog'och. Karishni svetda, bu yerda 2 teshik. 2 tarom olib kelib o'rnatib berdik. Hozir optoq tushganiga sal yorug' g'alatiroq chiqib qolyapti. Imkon qadar chiroyli qilib olib beraman. Hop, eshiklarimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eshigimiz eni 1.5, balandligi 2.60. Derazamiz eni 1.20 ga, balandligi 1.65. Yog'ochlarimiz neobreznoy yog'ochda bo'lgan. Karishniy svetda, laklari glansli qilib qilindi. Aynilarimiz germetika qilib qilingan. Romlarimiz chekalariga rezinga solib qo'yib berdik. Bunun atrofida, bu tomonda ham rezinkalar solib, hop, o'rnatilishini ham mana shaytonga qo'yib, tekis qilib tomoniga ham, hop, bu tomoniga ham, hop, bu tarafiga ham tekis qilib o'rnatib berdik. Hop, zamogimiz har doimgidek millionlik, shu sinafli zamog. Shpangellarimiz har doimgidek o'yma ichiga qo'yilgan, rezinkali qilib qo'yib berdik. Yopilishi oynaga germetika bo'lgan. Oshiq-moshiqimiz 3 tadan. Eshigimiz qalin, neobreznoy yog'ochdan bo'lgan 5likdan. Hozir shlipovka bo'lib tayyor qolgan holati 4.6. 4.6lik yog'ochdan bo'lgan. Hop, korobkamizning qalinligi 10 sm ga, qalinligi 4.5. Eshigimiz mana bitta ko'ringlar. Butog'i yo'q, oppoq tekis yog'ochdan qilib berdik. Ham neobreznoy qalin yog'ochdan. Xizmatlar bo'lsa, nomerimiz 99 607 69 ni olamiz. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab qilib bera olamiz. MDF, yog'och, akfa hammasi bor. Telefon qila olasizlar. Shu nomerda Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bo'lmasa puli keladigan bo'lsak, общий summasi 10 million so'mga kraska, oyna, yog'och, zamok, yaxshi materialdan, butog'i yo'q, oppoq yog'ochdan olib kelib o'rnatib berdik. Shu holatda endi misol eshikron qilmoqchi bo'lsanglar, 5 million so'mdan 12 milliongacha bitkisi bo'laveradi. Narxi endi ishni puliga qarab o'zgaraveradi holati. Xohlasanglar MDF, xohlasanglar yog'och qilib bera olamiz. Keyingi videolarda kutib olinglar. Xudo xolasa yana eshikronlarimiz tayyor bo'lgan. Ularning ham videosini qo'yamiz. Salomat bo'linglar.